Men hozir sizlarga qurilishda, ya'ni imorat qurayotganingizda fundamentda qanaqa hisoblash to'g'riligini men sizlarga o'rgatib o'taman, lekin bitta narsani oldindan aytib qo'yaman. Hozirgi oxirgi paytda, ya'ni bu yilda juda ommalashib ketgan savollardan bittasi oka fundamentda qanaqa hisoblanadi. Endi to'g'risini aytaman. Men hozir sizlarga hisoblab beradiganim bu faqat meni o'zimning hisob kitobim va meni ustalarimga beradigan pulimizni hisobidan kelib chiqib men sizlarga aytaman hozir. Lekin bu degani meni javobimdan keyin, ya'ni sizlardan berilayotgan savollarga javobimdan keyin qolgan ustalar ham xuddi shunaqa ishlash kerak. Mana Said Kozimning ustasi mana bunaqa ishlayotgan, sen ham xuddi shunaqa ishlaysan degan ma'no bo'lmasin. Bu yerda men sizlarga qanaqa hisoblashni tushuntiraman va meni ustalarim shunaqa yo'nalishda ishlashadi. Boshqa ustalarga men umuman javob bermayman. Qanaqa hisob kitob qilasizlar, qanaqa gaplashasizlar usta bilan menga umuman aloqasi yo'q. Sababi ertaga qanaqadir kelishmovchilik bo'lib qolsa, menga ham misol uchun negativni toshlar otilishini xohlamayman. Yana bir marta aytaman, men fundamentni kubiga hisoblayman, ustalarimga ham kubiga pul beraman. Bu menda shunaqa. Qolganlarni bilmayman. Endi mana misol uchun kubi qanaqa bo'ladi? Fundamentni quyib kubi hisoblanayotganda fundamentning qalinligi 40 bo'ladi, bilasizlar. 40 sm qalinlikda, 1 metr balandlikda, 2,5 metr uzunlikda bu 1 kuba hisoblanadi. Mana shu 1 kubaga yoki bo'lmasa yana bitta misolini aytaman. Mikserda kelayotgan beton ham har doim kubida hisoblanadi. Masalan, 10 kubali mikserda 10 kuba betonimiz keldi, o'shani hammasini quygandan keyin 1 kubasi 160 mingdan mana ustalarim quyadi. Ya'ni bitta mikserda 10 kuba kelsa, 10 kuba kelsa, ana o'sha 1 million 600 ming pul bo'ladi. Ya'ni ustalarimizga 1 million 600 beraman. Endi buni jarayoni qanaqa bo'ladi? Apalovkani tutadi. Agar qanaqadir tashqi tarafdan bu imoratimizga kuchlanish beradigan bo'lsa, ya'ni qo'shnining imorati yoki gruntni kuchlanishi bo'ladigan bo'lsa, обязательно armasetga tashattiraman. Lekin armasetkani ko'p ham tashattirmayman, sababi hozir imoratlar bilasizlar devorlardan qochayotganligi uchun tashqi omil bosimi kam bo'lganligi uchun ham men perimetr bo'yicha hech qachon fundamentni ichiga armasetka tashamayman, faqatgina rigel aylantirayotganimizni polniy setga beraman. Endi fundamentni o'sha aytganimdek eniga 40 sm bo'ladi, balandligi 1 metr bo'ladi, uzunligi 2,5 metr bo'lganda bu 1 kuba hisoblanadi. Endi hozir ko'pchilik ustalar bitta yo'liga o'tib olishgan. Ya'ni qanaqa imoratni egasini ko'ziga nisbatan arzonroq ko'rinish uchun ular 120 ming deydi. Buni uyga egasi bilmaydi. 120 ming u kubida xayolida hisoblayveradi, lekin usta uni 120 ming metrda hisoblaydi albatta. Lekin buni uyga egasiga yetmaydi. O'sha ustalarga ham bitta ozgina e'tirozim bor. Sizlar fundamentni hisoblayotganda mayli kubiga yurasizlarmi, kvadratga yurasizlarmi, metrga yurasizlarmi, uyga egasiga aytib qo'yinglar. 120 mingdan quyamiz deb metriga quyamiz deb aytinglar. Endi yana bitta moment bo'layotgan ekan. Hozir meni o'zimning ustalarim apalovkani yig'adi, karkas kerak bo'lsa karkasni tashiymiz, betonni quyamiz, kubiga pulni beraman. Ya'ni 160 mingning ichida mana shu fundamentimizda tayyor holatga kelguncha bir kubaga ichida nima bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa harakat, qanaqa xizmat, qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar bir kubasiga 160 mingdan men ustalarimga pul beraman. Endi ko'pchilik hozir qanaqa hisoblayotgan ekan? Metrida yuradigan bo'lsangiz, bir kubada 2,5 metr bo'ladi. Ya'ni 120 mingdan bo'lganda bu 300 ming bo'ladi. Ya'ni uyga egalar buni tushunmagandan keyin ularga bir kubasi 300 mingdan aylanyapti. Mana mashina boshida kelishib olishinglarni so'ragan bo'lardim. Bu birinchi maslahatim. Ikkinchi maslahatim bu asosan ustalarga taalluqli. Sizlar 120 mingdan mayli metrini hisoblayapsizlarmi? O'sha metridachi apalovkaga hozir yig'ganiga alohida pul so'rayotgan ekan. Keyin ichiga arma setga tashiydigan bo'lsa, arma karkas unga alohida pul so'rab, o'shani seysmopoy sifatida pulini berasiz deb uy egalariga hisoblayotgan ekan. Uy egasi oldin qurilish qilmagan bo'lsa, bu narsani tushunmaydi-da. O'shaning uchun ham sizlardan men talab qilib qolardim. Men iltimos qilmayman, men talab qilaman. Sizlar mayli, u sizlarning haqqinglar, qanaqa ishlashinglarni o'zinglar bilasizlar, lekin uy egasi aytib qo'yinglar. Men betonni alohida pulga qo'yaman. Apalovkani alohida pulga yasayman. Ichiga arma setga qilsak, unga ham alohida pul berasanlar deb aytib qo'yinglar. Uy egalari mana yaqinda ham xuddi shunaqa hodisa bo'ldi. Menga telefon qilib, "Aka, apalovkaga alohida, arma setga alohida beton quyganiga alohida pul so'rayapti" deyapti. Nima qilyapti? "Aka, quydirib bo'ldingizmi?" dedim. "Quydirib bo'ldim." Endi bu sizning xatoyingiz, to'g'ri. Uy egasi tushunmagan, bilmagan bu narsani, lekin usta o'zi ishini bo'lganmi, uni peshana terisi siz sanab berishingiz kerak dedim. Sizni bilmaganligingiz sizni javobgarlikdan qutqarmaydi. Mana shunaqa qonun qoida bor, uni ham bilasizlar. Shuning uchun men talab qilgan bo'lardim, ayniqsa imoratni betonini, u xoh podushka bo'lsin, xoh fundament bo'lsin, xoh rigel bo'lsin, konkretni gaplashib olinglar. Ichida nima bo'ladi? Men qanaqa pul beraman, nech pul beraman, nima qilganingga beraman.
Yana bir marta aytaman, meni bolalarim kubiga quyadi. Bir kubasini 160 mingdan qo'yamiz. Apalovkaning yasidimi, karkas tashkilini beton quyadi. Nima ish qilishdan qat'iy nazar, bir kubasiga, ya'ni 40 eniga balandligi 1 metr, uzunasi 2,5 metr bir kuba hisoblanadigan bo'lsa, men o'shani hammasi ichida 160 mingdan beraman. Men shuni har doim sizlarga aytib qo'yaman. Gaplashayotganingizda har bitta qilinadigan ishni detalni gaplashib olinglar. Chunki hech kim hozir shartnoma qilmayapti, faqat baylashuv og'zaki bo'lyapti. O'shani hisobiga ham ertaga hech kimga isbot qilib bera olmaydi. To'g'ri, biz har bitta hammamiz erkakmiz, gapimizdan chiqayotgan so'zimizni o'zi gapimizga javob bo'lishi kerak. Lekin hozir to'g'ri, ba'zi holatlarda uy egalari ham noto'g'ri harakat qilib qo'yishadi, lekin asosan bu usta va prorabkalarga tegishli gap. Mayli, xizmatinglarni olasizlarmi, haqqoniy bo'lsin, halol bo'lsin, nimani qanaqa quyishi, qanaqa ish qilishi va nima qilganligiga pul olishi oldindan aytib qo'yinglar, чтобы ertaga mana bunaqa qanaqadir vaziyatlarda bir-biringlarni tushunmasdan kelishmovchilik bo'lmasin. Keyin yana bir marta sizlarga oldindan aytib qo'yaman, iltimos sizlardan menga ham telefon qilayotganinglarda to'g'risini aytaman, usta bilan mana bunaqa kelishmay qoldik, bunaqa gaplashgandik, bunaqa savollarni bermanglar, sababi men baribir sizlarga bu haqida bu savol bunaqa mavzuda savol beradigan bo'lsanglar, men sizlarga javob bermayman. Sababi sizlar imorat qurayotganinglarda, usta bilan kelishayotganinglarda, baylashayotganinglarda men tepanglarda turmaganman. Nima bo'lgan, qanaqa kelishuv qilgansizlar, meni xabarim yo'q, men bilmayman ham. Shuning uchun bitta narsani sizlardan iltimos qilib qolardim. Menga, "Aka, men bunaqa quydirgandik, men bunaqa pul bo'lyapti, usta bunaqa deyapti, prorab bunaqa deyapti, uy egasi men bunaqa holatda bizga pulimizni bermayapti." Bu narsalar bilan menga murojaat qilmanglar. Menga faqatgina o'sha imoratda qanaqa qursak to'g'ri bo'ladi, nimadan foydalansak to'g'ri bo'ladi, qaysi etapda nimani ishlatishimiz kerak, shu haqida savol beringlar. Ya'ni aynan qurilish haqida. O'zingizlarni baylashilgan yoki kelishilgan tomonlama qilgan xatti-harakatliklarda bo'lgan xato kamchiliklarni menga savol berib, men to'g'risini aytaman, menga murojaat qilmaganingizda yaxshi bo'lardi. Men baribir bu savollarga javob bermayman. Shuning uchun ishlashdan oldin, jarayon boshlanishidan oldin hamma narsani detalli gaplashib olinglar. Iloji bo'lsa, xat hujjat qilib qo'yganinglar bu sizlarga yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun men har doim aytaman, imorat qurayotganda, mana hozir ko'ryapsizlar, imoratlar kichkina emas. Hozir 100 so'm pul topishni o'zi ham bo'layotganlar, mana bunaqa hayhotli imoratlarni qurishni ham o'zi emas. Misol uchun 60 ming, 70 ming, 100 ming, 200 ming dollarga imoratlar bitayotganlar bor. Bu kichkina pul haqida gap ketmayapti hozir. Shuning uchun hamma narsani detalli hal qilib olishinglarga, hal qilishinglarni iltimos qilardim va talab qilgan bo'lardim. Yaxshi kunda yaxshi imoratlar qurish hammamizga nasib qilsin. Hammaga salomatlik tilayman.